tilim lol. Men hozir assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kuzatuvchilarimiz. Hozir men bir xazinali joyga tushib qoldim. Gapirishimga ham hattoki qiynalib qoldim. Nimaga deganda, men hozir bilasizmi 80-yillarni 90-yillarga tushib qolganday bo'lib turibman. Qadrli tomoshabinlar, mana buni qarang. Mana bularni qarang. Hozir ko'rganlar ko'pchilik tushunmaydi bu narsalarni. Nima bu yaxshilik deydi. Mana shu bugun kungacha bir xosharoq bo'lib, bugun kungacha telejurnalistlar, rejissyorlar, butun boshli mana shu O'zbekiston televiziyasidan chiqqan hamma ijodkorlar hammasini bugun kundagi tanilib, yaxshi lavozimlarda, yaxshi inson, yaxshi ijodkor bo'lib yurishlarining har bitta jurnalistlar sababchisi mana shu bo'ladi, mana shu yaxshilik bo'ladi. Ko'rsating. Salom. Bu Betacam SP magnitofoni. Mana shu monitorlarda biz ishlab, montaj qilib, bitta kasetani almashtirib, mehnat qilib, mana shularga biz shakllanyapmiz. Bu Betacam SP magnitofoni kasetasi boshqacha bo'ladi. Mana bularni qarang mana. Bu endi bizning uylarimizda bo'ladi eski. Tarix. Kamerada bu bilasizmi qancha to'ylab olingan bu kamerada. O'sha paytda faqat mana shu kameralar, Sony kameralar. Ki mana bularni ko'rib men lol bo'ldim. Qayerdan kelding deydi. Mana shu. Hozir Miraziz, mana bu kasetalar. Mana bularni ko'pchilik ko'rib, bu nima bu? Bularni yoshi men bilan baravar bo'lsin kerak. Qadrli tomoshabinlar, mana hozir gapga qo'shilgan inson bu Madaniyat va Harakati telekanalining YouTube rejissyorlaridan, iste'dodli rejissyorlardan Miraziz Sagatov bo'ladi. Mana ko'rsating. Endi savol bermoqchiman. Xo'p, bu kasetani hozir tushuntiramiz, lekin bu xazinani shakllantirishda, bu shunaqa joyni tashkillashtirishda bosh bo'lgan inson ekansiz. Avvalo rahmat deyman, tashakkur. Hamma tomoshabinlar nomidan butun o'sha tarixiy, mana hozir men ko'rib turganda, ko'rib matidoshlari, mendan oldingi o'sha dinozavr zamonida oldinga yashagan ijodkorlarimiz ko'rib turishibdi. Qanaqa o'zay bu g'oya kelib qoldi? Kanal rahbari shunaqa narsa qilganki dedi, hamma narsa mujassam bo'lsin. Keyin ustozimiz borlar, Najot aka degan, hozir O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasini kompaniyasini o'sha tele markazini rahbari Najot. Ustozni ko'rib qoldimda, ustoz qanaqa narsalar bo'lgan o'sha paytda deb taxminiy so'rab oldim. Endi ular o'sha paytda rahbar bo'lganlar-da. O'sha paytda odamman. Keyin ustoz desam, azizlar, hamma siz aytgan gap aytdilar. Har bir odam o'sha televideniyani, qo'shiqchini, san'atkorni, aktyorni mashhur qilgan narsalar dedilar, mana shu narsalar dedi, sanab o'tdim. Keyin sartislarni mana. Bu o'sha biza birinchi hattoki rahmatli Sharif aka bo'lardilar, tasvirchimiz. Hozirgi pensiyada Rafael Kamolov, bular hammasi nima deydi, avtonom kamerada yelkada 40 kg kelgan. Tasavvur qiling. Hozir telefonda ko'tarib yuribsiz. O'shani ham og'ir hisoblaysiz. Mana buni qarang, 40 kilodan ortiq. Soatlab umumiy hamma nimasini soatlab yelkada ushlab syomka qilib yurgan. Ana ular haqiqatan tahsinga sazovor. Eng qizig'i ishlaydi. Tanishlaydi. Qo'y. Sof holatda. Endi hozir bular men hattoki bu sifrovoy video nima deyiladi, Betacam SP. Sifrovoy, ya'ni o'sha paytda 2005-yilda egizaklarimni film olganimda mana shu kameradan foydalanganmiz. Hali hanuz sifati shunaqa yonib turadiki, hali hanuz. Ko'rgan odam bu qanaqa kamerada olingan deydi. Mana shu raqamli Betacam SP kamerasida olingan. Shunaqa bular bu vinillar, bu plastikalar hammasi tarix. Men ko'p san'atkorlarga borganman, hattoki o'sha G'ulomjon o'sha Muhammad Xolifda mana shu yerda ko'proq Muhammad Xolifda ham rahmatli ana shu kreatsiyasi bo'lardi. O'tirib har bitta holat qo'shuvlar shuni fikrga keladigan narsa mana shu kerak. Gapingiz bilan ustoz, bu yana kimga deganlarni ko'pini men og'zaki bo'lsa ham Akramada eshitganman-da. Taxminiy mana bunaqa bo'lish kerak degan ideyalarni o'sha Dilrabo jurnalistimiz tushuntirib bergan. Mana aziz mana bunaqa narsa qilish kerak. Endi u qiz tasavvur qilibdi, lekin ayol kishi bunga chiqarib berolmaydi. Menga o'sha narsani
shu 0 dan 100 gacha bo'lgan narsani tushuntirib beradi. Keyin Juda o'zim iste'dodli, juda o'zimni sinchkov. anaqa fantaziyam bilan o'sha narsani chiqardik-da, mana ularning gaplari meni fantaziyam. Chunki Qo'shilib, 100% mana har bir jamoaviy fikr bo'lgan bitta. mana bu mashinkalarda mana ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Bu endi o'sha paytda qo'l yozmalari yozilgan. Ssenariylarimiz, hattoki meni ssenariyim ham o'sha 95-yildan boshlab yozilgan bo'lsa, mana shu mashinkalarda. Hamma hozirgi nima kompyuterlarda yozishadi yoki o'sha sun'iy intellekt yozib tashlashadi. Bu 1974-yil chiqarilgan. Mana shunday o'shalar. Mana buni nomi radiy. Mana bunda bo'lgan. Plastinka, ochib plastinka. Buni tomoshabinlar faqat Tom and Jerry filmida ko'rishgan. Lekin ma'lum ham bo'lganda shunaqa. Haligacha saqlanib boshqa. Buni endi har bittasini detalli ko'rsatish bu savob ish aslida. Chunki men o'zim o'sha yoshligimda yurganda yuribman, qarang mana. Jo'ra bobo rahmat. O'sha Muhriddin Xoliqovni suratga olgan fotoapparatlari mana Zenit yoki o'sha Mayakmida mana shu nomlar shunaqa edi. Mana bular o'sha nimada 16 plyonka. o'sha telegada ko'proq informatsion dasturlar mana shunaqa plyonkadan olinardi, keyin kelib shuni o'zida montaj qilib efirlarga, informatsion dasturlar efirlarga mana shunaqa plyonkada efirga berilardi. Biza tepasida o'tirib buni bos, birinchi kamera, ikkinchi kamera ketdi, marhamat, nima kinoplyonkaga o't, boshqa o't deb bu narsani guvohi bo'lib ishlaganmiz. Mana ana shu Millat xazinasi ko'rsatuvini muallifi va boshlovchisi Dilrabo Akramova o'zlari ham hozir kirib keldilar. Hozir maqtab turuvdik sizni. Assalomu alaykum. Rahmat. Bilasizmi Burxon aka, mana hozir bu bizni dekoratsiyamiz sizga yoqishini bilardim. Hayajondaman hali ham. Sizni tayyorlab bir boshqacha bir qadam tashlab kirishingizni kutdim. Haqiqatda shu hayajon sizda ko'rdim. Bilasizmi, xazinalar har xil bo'ladi. Xazinani hamma har narsada ko'radi. Kimdir boylikda ko'radi. Lekin men haqiqiy xazinani ma'naviy boylikda ko'raman. Va millat uchun haqiqiy xazina ham ana shu ma'naviyat, madaniyat, san'at, adabiyotda ko'raman va ana shu narsani biz mana shu xonada aks ettirishga harakat qildik. Hozir bu ko'rsatuvni rost mana 2-soni, umumiy ma'noda 3-soni Dilnura Qodirjonova va Oxirjon Madaliyeva. Bugun sizni intervyuga chaqirganimiz Muhriddin Xoliqov haqidagi ko'rsatuv va biz shu narsani reja qilganmizki, bu xonaga kelgan har bir odam mana shu xazinani ko'rish kerak va tomoshabinga ham mana shu xazinani aks ettira olishimiz kerak. Chunki o'tib ketgan kunlar, o'tib ketgan ijodkorlar, ular endi qayta dunyoga kelmaydi, qayta konsertlar bermaydi, lekin ular tashlab ketgan mana shu xazinani biz xalqqa qayta taqdim etishimiz kerak, eslatishimiz kerak. Bu chin ma'nodagi xazina. Mana bu hozirgi salonda e'tibor qilamiz. Yaqinroq olsada. Mana haqiqiy tarixiy foto. Haqiqiy mana pastda Oxirjon Madaliyev do'stimiz. Tepasida esa siz bilgan o'sha haqiqiy ma'nodagi Muhriddin Xoliqovning o'zlari. O'sha paytdagi konsertlarda mana shunaqa reklamali afishalar yopishtiriladi. Hamma joyda emas, lekin chunki bu qimmat hisoblanardi. Yuqorida aytgandek, oq qog'oz, qizil harflar bilan yozilgan suyag'ochlarga yopishtirib qo'yilardi. Shu reklama yo'liga o'tadi shu narsa. Shu darajada. Hokimiyatlarga borardik. Birinchi Muhriddin Xoliqovning konserti uchun tomoshabin yig'ish oson bo'ladi. San'atkor uchun. Normal ishchilar qachon ekan uchib ketishadi. Bugungi kunga qadar eshitamiz qo'shiqlarini. Rahmat. Sog' bo'ling, men xursand bo'ldim. Vaqtingiz uchun. Salohatni oling yana. Demak, qadrli tomoshabinlar, yurtdoshlar, bu hozir qisqacha obzor bo'ldi. Qisqacha bir ma'lumot bo'ldi. Salohatni iltimos qilamiz, ma'lumot olsak, shu Muhriddin Xoliqov fonida yaqin kunda Dilrabo qachon taxminan? Bu Millat xazinasining navbatdagi soni Madaniyat va ma'rifat telekanalida. Demak, mana shu iyun oyining o'sha birinchi 15 kunligida anonslar bilan o'sha efir kunlarini taqdim etgan holda va undan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Millat xazinasining Muhriddin Xoliqovga va Muhriddin Xoliqovning so'nggi 2000-yilgi konsert dasturiga bag'ishlangan maxsus soni. Hattoki bir narsa eslatib o'taman, mana shu ko'rsatuvda nima deydi, tayyorgarlik ko'rib, ancha izlanib, o'ylab bir
yaxshi ajoyib bir imij tashkil qilib Shunaqa. Dilrabo har doim Xazina izlovchi izlanib imidji. yuradigan kiyimlari o'sha imiji ham chiroyli bo'libdi. Man ko'rdim, ko'rsatuv ko'rdim, xursand bo'ldim. Albatta Rahmat. juda yarashibdi. Bardavom bo'lsin bu ko'rsatuv, umri uzoq bo'lsin, bardavom bo'lsin. Ilohim xalqimiz ma'naviy ozuqa oladigan ko'rsatuv bunaqa ko'rsatuvlar kerak va o'ylaymanki tez bu ko'rsatuv tayyorlab turishga Mana Tilak kelishtirgan bo'ldi. Mana shu xazina izlovchi imidji. Qanchalik muxlislarga ma'lum bo'ldi. ma'zur bo'ldi. Ho'p, Rahmat. rahmat. Bizni kuzatishda davom eting, rahmat.